Ha, menga vahiy keldi. Sizga kelmadimi? Vahiy shuning uchun kelgan. Bu ertak kitob emas bu. O'zimizcha bizga yaxshilik qilib qo'ysa, "Voy, mashalloh, barakalloh, siz muvahhid ekansiz. Siz musulmonlarning eng liderisiz, siz zo'r insonsiz" demaymiz biz. Alloh biladi kimni qalbini muhrlanganini. Siz qayerdan bilasiz yoki sizga vahiy keldimi debdilar. Subhanalloh. Ha, menga vahiy keldi. Sizga kelmadimi? Ko'rsataymi? Mana shuni ichi to'la vahiy. Bormi sizda ham? Buni haligi o'lgan o'likka, ha, yoki bo'lmasa bir nikohlar, marosimlar qilganda o'qiladigan narsa emas bu. Hayotga tatbiq qilib, shunga qarab yashaladigan kitob. Vahiy shuning uchun kelgan. U ertak kitob emas bu. Nauzubillah. Mana yana bitta qo'shimchasi bor. O'sha kitobda vahiyni tushuntiradigan kitob bor, mana. Mana. Ar-Rohiqul Maxtum. Mana. Bormi sizda ham mana shunaqa? Biz mana shu kitoblarga qarab turib insonlarni ajratamiz. Kim haq, kim botil. O'zimizcha bizga yaxshilik qilib qo'ysa, "Voy, mashalloh, barakalloh, siz muvahhid ekansiz. Siz musulmonlarning eng liderisiz, siz zo'r insonsiz" demaymiz biz. Mana bu kitobga qarab turib haqligini, haqiqiy muvahhid musulmonligini yoki bo'lmasa mushrik kofirligini yoki xoinligini mana shu narsalarga qarab turib biz belgilaymiz. Ko'nglingiz o'rniga tushdimi?